O'zi yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, bitta Shahzod degan bola, siz emas endi. Boshqa bitta Shahzod degan bola aldab-suldab qizini uyini tortib olgan. Ko'rdingizmi? O'sha tema bo'lib ketdi-ku, katta tema bo'lib ketdi. Kimdir mashina olib qo'ygan, kimdir yana nimadir. Qizlarni puliga yashab, xotinni puliga yashab yurgan insonlarga, erkaklarga qanaqa qaraysiz? Erkak deb bo'ladimi ular? U erkak emas u. U Alfons deydi. U deydi u narsani so'kinib yubordi. Men ana bo'ladi. Kechirasizlar. Endi hozirgi vaziyatga shunaqa bo'lib ketgan yoshroq bolalar chiqadi, yaxshiroq qanaqa kenashkalarni topib olishim kerak deydi. Ha, shunaqa. Puli bor opalarni ergashib olsam, meni boqib yuradi deydi. Men uni deydi, yuriyman u bilan, sevishib yuriyman, men narsam qilib yursin deydi. U narsa juda bir iflos narsa. U eng panatkasi yo'q bu insonlar. Ayolingizni, yo mana bu pulidan, yo bo'lmasa o'sha qizni pulidan yurdingizmi, u yaxshi narsa emas u. U nima deydi? Oxir eng konchiniy narsa deb o'ylayman.